Ben mantarlarda hiç yıkamayacağım. Mantarlar machalka mevalar sırasiga kirgani uchun mantarlarni yuvish shart emas. Sadece usti qobig'ini nima qilib tirnog'ingizda achib chiqasiz. Artib nima qilib chiqarib. Mana shu qobig'i mantarni mikrobdan, yomon moddalardan, insonlarni zaharlash nimalardan qutqarib qoladi. Bu ichiga hech qachon mikrob nimalar kirmaydi. Buning evaziga hech qachon mantarlar yuvish shart emas. Bilmaganlar uchun bilgi berib o'tay deb aytyapman. Bu yerda 350 gram gribi, turkcha ham, o'zbekcha ham, ruscha ham gapiraveraman. Chunki Turkiyada ishlayman. Gribi 500 gram mana lahm tovuq eti 500, pol kilo, yarim kilo tovuq eti, 350 gram mantar.